Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 3-yanvar. Xo'sh, biza ish kunimizni boshlab oldik. Mana qo'ylarimiz. Qo'ylar tashqarida xashagini yeyapti. Endi dalay haydab ketamiz. Qo'zilarni qo'ylardan ajratib olib qolib, mana yemlarini, arpalari, mana bida, bedalarni berdik. Endi nasib qilsa oldiga suvlarni qo'yib ketamiz. Bu 2026-yildagi birinchi videomiz, inshaalloh. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Imkon boricha podpiska bo'lib olib, YouTube kanalimizga videoni ko'proq tanishlaringizga jo'natasizlar. Inshaalloh bu yil yaxshi videolar qo'yib, imkon boricha kimgadir manfaatli bo'lgan, foydali bo'lgan videolarni qo'yib boramiz. Hammaga rahmat. Faqat shu bitta narsa, kuzatuvchilar prosmotr yaxshi bo'lyapti-da, faqat obuna bo'lmayapsizlar. Imkon bo'lsa obuna bo'lib, like bosib, videoni ko'proq yaqinlaringizga jo'natinglar. Hammalaringizga rahmat. Qiziquvchilar uchun yana bitta gap. Ishqibozlariga sotiladigan qo'zi-qo'chqorlarimiz ham bor. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani. Rahmat hammaga.